الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ahli İslam, mümin, Müslüman birodarlar, mana bugungi Sayyidil Ayyam Hajjil Masakin bo'lgan bir ulug' kunda, sharofat va fayzlik, saodatlik ulug' bir kunda yaratgan Alloh taolo shunday bir ulug' ibodatga loyiq ko'rib, namoz o'qishlikka, o'ziga ibodat qilishlikka loyiq ko'ribdi. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsin. Muhtaram aziz birodarlar, sizlarni ham har bir qadamlaringizga hasanat, qancha mana issiq sharoitli masjidlardan shu bizni hali bitmagan chala holda bo'lgan masjidimizga ilm talabida, ma'ruza talabida, savob umidida uzoq yaqindan qadam ranjida qilib kelasiz. Yaratgan Alloh taolo ko'p ajr azimlarni ato aylasin. İbadetlerinizi Allah dergahida qabul qilsin. Muhtaram birodarlar, xatlarda juda ko'p savollar va bu savollar şu odamlarni ko'pini hali fikrlari dini islom to'g'risida, Alloh taolo maqsadi bilishda anchagina saviya pastligi ham bilinib turadi. Buni hech bir ayb joyi yo'qki, buni shuni ham bilmadingmi, shuni ham tushunmaysanmi deyishimizga. Chunki muhtaram birodarlar, bizda 70 yil boshimizdan dinsizlik balosi, ofati o'tdi. Mana endi sekin asta o'zligimizni bilib, Alloh hidoyatga tushirib, aql egalari, sohibi aql bo'lganlar aqli bilan, fikri bilan qaysi yo'l haq ekanligini tushunib borilyapti. Endi birodari azizlar, sekin asta yo'liga tushib kelayotgan odamlarni juda ham qattiq bir shoshiltirib yormasligi ham, hali kuchga to'lmaganlarga juda ham kuchli yuklarni yuklattirib yormaslik ham kerak. Og'ir yukni uzoqqa ko'tarib borolmaydi yangi kuch paydo qilgan. Kuchi baquvvat odam ko'tarib ketaveradi. Ya'ni buni maqsad iymon, e'tiqodda ketyapti. Iymon, e'tiqodi kuchli bo'lgan odam qancha ish bo'lsa bajaradi, davomli olib ketaveradi. Lekin hali endi kuchga endi to'laman deb turgan paytdagilarga judayam katta yukni yuklab yorishlik, shu narsadan voz kechib yorishlikka ham olib kelib qo'yyapti. Bir qancha bolalar juda qattiq kirishdi. Biz o'yladikki, mayli-yu, shu e'tiqodi, shu amali bilan davomli bo'lsa ekan degan umidda bo'lib turdik. Lekin ko'pi yana avvalgi istiga qaytib ketishdi. Birdan lovvaytib yonib, birdan o'chib qolishlik bo'lmaydi. Yoning, lovullamasdan o'rta yonib boravering oxirgacha. Lovvaytib yonib bir hamma joyga yorug'likni berganday bo'lib, keyin birdan qorong'i, zulumot tushib qolishligi ham mumkin emas. Birodar azizlar, shomdan keyin namoz o'qilaveradi, qancha bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p namoz o'qiganlar. Sahoba-i kiromlar o'qiganlar. Endi shunday o'qiversangiz ham bo'laveradi, nafil namoz deb. Ustozingiz shuni namozni shunday deb o'qidi, bir ustozga avvalo ishonch hosil qilib
xizmatiga kirasiz, ta'limotiga kirasiz. Endi sizga ustozingiz qanday deb ta'lim bersa, ustozingiz so'zi noto'g'ri deyishga meni ham haqqim yo'q. Sizga buni bir vazifadek qilib bergan, o'qiring. Lekin mana hadislarda namozlar bor, shomlan keyin. Lekin bu xos nomlangan namoz yo'q, chunki bu hadisda payg'ambarimizni o'zlari hayot bo'lgan paytlari o'zlarini ko'rsatmalari bo'lganligi uchun balki bunday nom bo'lmagandir-u. Endi qolaversa shu nafl namoz. Lekin men shuni ham yaxshi bilib qolinglarki, bunda savol bo'ptiki, qanday qilib niyat qilamiz? Aslida so'zda niyat yo'q hadislarda. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham, sahoba-i kiromlar ham niyat kardam, bu guzoram navaytu an usalliya, o'qiyman bu namozni peshinni. Yo'q, qani bitta joyda shunga hujjat bo'lsin-chi. Bunday qilinmagan. Mana shu dildagi niyat haqiqiy farz niyat shu. Buni Alloh taologa nima namoz o'qimoqchi bo'lganligingizni tilda tushuntirib o'tirmang. Buni endi o'zingiz uchun bo'lsa ya boshqa gap. O'zingiz uchun buni necha rakatligini bir esga olvaling deb juda sodda bo'lsangiz o'zingizga bir aytib olasiz. Lekin buni o'ylamang, Allohga aytib Allohga tushuntiryapman deb. Buni Alloh uyingizdan tahorat qilib chiqqaningizdan bilib turibdi, qaysi namozni necha namoz o'qimoqchi bo'lganligingizni. İslomiy to'ylarni ham ta'rif tavsif bo'pti. Endi hozir biz shunday paytdamizki, qani hamma shunday qilsin devorsak, hamma shunday qilmaydi. Bir so'zni aytingki, hamma buni bajarsin. Lekin so'zimiz o'tadigan, so'zimizni qabul qiladiganlarga qo'limizdan kelgancha tushuntirib, gapirib, yetkazib kelyapmiz so'zimiz o'tadiganlarga. Endi yana shunday bir savol bo'ptiki, hurmatli qori aka, sizni biz hurmat qilib kelardik, hurmat ham qilib kelyapmiz-u, lekin ba'zi bir xil gaplaringizdan juda xafa bo'lyapmiz. Benamozga janoza o'qisa bo'ladi devordingiz. Shu zamonda shukr qilinglar, noshukur bo'lmanglar dedingiz. Nimasiga shukr qilamiz? Hamma ara ichi yurganlar bor, o'g'rilar bor, buzuqlar bor. Biz nimasiga shukr qilamiz debdi. Juda o'ta ketgan endi bu soddalikmi, diyonatni yaxshi tushunmaslikmi? Ey odam bo'lib dunyoga kelganimizga shukr qilamizda, nima noshukur bo'lamizmi? Ularni o'ziga endi u. Biz shunisiga beadad shukr qilib boraveramiz. Alloh ziyoda qilib borsin. Ara sotganini, boshqa qilganini o'zi javobini beradi. Bugun mana sura Yunusdan men bir oxirroqdan oyat tafsir qilib beraman. Shundan hammangiz tushuncha olib boraverasiz. Benamozga janoza o'qishga to'g'risida kelsak, meni so'zim emas. Men o'zimni xayolimdan hech qachon gapirmayman, gapirishga haqqim yo'q. Hadisdan, oyatdan, masaladan gapiramiz. Men shunaqa domlaman, as-sulhu xoyrga amal qilgan. Sulh yaxshidir deydi Alloh taolo. Fitna balo bo'ladi boshqa. Fitna chiqazmaslik kerak, qanday qilib bo'lsa ham. Lekin o'sha namoz o'qimagan odamni kim biladi, uyda bir oy kasal bo'lib yotdimi, 10 kun kasal bo'lib yotdimi, yig'ladimi, dod dedimi, o'qiy olmaganimni kechir Alloh dedimi, bu yog'ini Alloh bilan o'zi biladi. Bizga shu odam musulmon edi deb tovutda ko'tarib keldimi, o'qimayman deyishga haqqimiz yo'q. Birovni iymon bilan ketdimi, iymonsiz ketdimi, yolg'iz o'zi biladi aziz do'stlar. Hukm Allohga, bandasiga emas. Xo'p, o'qimaymiz deylik, nima nag'malar chiqadi? Yana boshimizga kaltaymi? Yana har xil to'planlarmi? Yana parokandalikmi? Umuman qolaversa, kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan odamni kofir deya oladi?
Qani hujjati bormi shuni kofir deyishga? Lekin endi muhtaram birodarlar, haliginday farosatda yurilsa, hali ichimizda hamma unday hech qachon shuni esingizdan chiqazmasin. Islom mamlakati mukammal tuzildi deganda ham namozini mirshabdan qo'rqib o'qib yuradigan bo'ladi. Shirk u qamchidan qo'rqib o'qiydi, odamlardan qo'rqib o'qib yuradi. Mana bu sizga o'xshagan muhabbat bilan, ixlos bilan sen bormaysanmi? Men boraman, Allohning buyrug'ini bajaraman deb yuragidan Alloh uchun keladigan boshqa. Mana Eron, Pokistonni oling, boshqa musulmonlar o'sha yerda ham namozdan qochib bekinib yurishadiganlari bor, vujudi bilan namoz o'qiydigani bor. Bu dunyo qiyomatgacha kecha-yu kunduz bo'lib, qish-u yoz bo'lib, mu'min va kofir bo'lib boraveradi. Endi dunyoda kofir bor ekan, munofiq bor ekan deb shukr qilmaymizmi? O'zimizga shukr qilamiz. U bilmasa biz shukr qilamiz. Biz hamd sano etamiz. Bir odam, bu sahih hadislardan, jihodda bir bilan musulmonlar jihod qildi. Mushrik tomonidagi odam bilan jang qilayotganda haligi musulmon jang qilib turib mushrikning ko'ziga turpoqni sepib yubordi. Ko'ziga turpoq kirgandan keyin ko'zini yumdi-da, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, men musulmon bo'ldim, la ilaha illalloh deganki shartta kallasini ovordi alayhissalom. Buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelib aytib berganda, payg'ambarimiz 3-4 marta takrorladi. La ilaha illalloh dedimi? Dedi. Ko'ziga turpoq kirganda aytdi-da, qilichim qo'limda edi. La ilaha illalloh dedimi? La ilaha illalloh dedi. Qalbini kesib qalbiga qaramadingmi? Qalbini kesib qalbiga qarab bo'ladimi? Siz qararmidingiz? Siz qarab bilib bilarmidingiz? Ha, men ham bilmayman, sen ham bilmaysan. Alloh bilardi. Endi nima deysan? Bu kalima da'vo qilsa dedilar. Bir qancha zamonlar o'tib haligi odam dunyodan o'tdi. O'ldirgani. Ko'mishdi. Ertasiga go'rdan chiqib qopti. Bolalarga ko'ndirishdi. Ertasi yana chiqib qoldi. 3-kun hammalari bir bo'lib ko'mishdi, yana go'rdan tashqariga ertasiga chiqarib qoldi. Shoh shabbadalarni ustiga tashab qo'yishdi oxir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yer bundan ham battarlarni o'z ichiga olgan, o'z ichiga oladi. Buni faqat Alloh